Yaramayan ay Köglümün sevgili mahbubu benim Vatanimdir, vatanimdir, vatanım. Vatanı sevmeyen insan olmaz. Ay 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 aman. Vatanı sevmeyen insan olmaz. Olsa da o şahsta vicdan olmaz. Sen beni Sen beni köksümde çarpan yüreksen Ben seni köksümde küçük bir zerre Bana kanat vereyim Kanat veren adı dileksen Adına uzuna vatan direm Çoluna dozuna vatan direm Yaman Yara yaman Eman aman, vay eman aman Ya Eman aman Ya Zarba bosqichi Dilnozaxon sizga katta rahmat. Ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, qo'shiq hammaga ma'qul bo'ldi, lekin bundan ko'ra muhimrog'i qo'shiq ustozlarimizga ma'qul bo'ldimi, yo'qmi? Keling, Sevaraxon sizdan boshlaymiz. Rahmat katta Dilnozaxon. Uchib ketdik koinotlarga. Mana shu ovoz desa bo'ladi. Bittagina savolim bor. Bu qo'shiqda repertuaringizda ko'p yildan beri aytib yurasizmi? Yo'q, aytib yurmayman. Birinchi marta aytdingizmi? Birinchi marta qolurdik. Gap so'z yo'q. Umuman gap yo'q. Rahmat. Rahmat. Sizda gap so'z bo'lmasa, demak boshqa ustozga navbat berishimizga to'g'ri keladi. Farruh Karimovich, marhamat. Rahmat. Voy Dilnozaxon, baraka topiki. Endi mana san'atning mo'jizalaridan birida Xudo bergan mana iste'dod, ovozni qarang. Shu loyihani, ovoz degan loyihani hamma talablariga 200% javob berasiz. Lekin Sevaraxonni savollari bejiz emas. Har doim aytib yuradigan asarmi yo birinchi marotaba? Hech o'xshamaydi birinchi marotaba aytishingizni. Podgotovkada kuchli. Молодец. Shuning uchun bu nima to'g'risida yaratgan o'zi iste'dod berilgan, lekin mahorat ham tajriba orqali demak yaxshi kelyapti. Mana shunaqangi omad hamisha sizga yor bo'lsin. Rahmat ustoz. Rahmat sizga. Faqat yaxshi gaplar eshityapmiz. Menimcha davom etganimiz ma'qul. Ozodbek Nazarbekov, marhamat. Xo'p, Dilnozaxon, tabriklayman. Juda ajoyib. Bu endi Ozarbayjon shu zangulalari deydi. Men o'yladim shu bir xil narsa qaytarilyapti desam, yo'q, keyin
Uchib ketdilar. o'tdi, yana boshqa pozitsiyalarga o'tildi, yana avjlarida ham o'sha zangulalar ko'rsatildi. Hammasi a'lo darajada. Haqiqatda agar birinchi marta ijro qilayotgan bo'lsangiz, bu tahsinga sazovor. Juda yuqori darajada ijro bo'ldi. Omad, tabriklayman. Rahmat sizga. Men bilmayman Tohir aka qanaqa fikrda. Man hattoki Mirshakar shu ko'zim yumib birpas eshitganimda butun o'sha Ozarbayjonni kengliklari, Shushani tog'lari butun ko'z oldimga keldi. Ya'ni o'sha bir bittagina kichkina asar bilan butun bitta xalqni namoyon eta oldingiz. Mana shu eng muhimi. Ofarin. Rahmat. Bo'yli qiling, hamma maqtab tashlayapsizlar, iltimos sizlardan. Endi yaxshini yaxshi deymizda nima? Bo'lmasa mana maqtayman, qarang. Menga qo'shig'ingiz juda ham anu bo'ldi. Ayniqsa nima joylari, hammasi nima qilingan, anu joylarda nima qildim, prям zo'r. Mirshakar aka, o'tgan safar ustozdan, Oztakadan tanbeh eshitgandim. Mana shuni aytib o'tishim kerak. Mana shu ustozlarning tanbehlari bizni yanada g'ayratli, shijoatli, o'sha mas'uliyatli qo'shiqqa nisbatan jiddiyroq bo'lishimizga sabab bo'ldi. Rahmat ustoz. Nima dedim men? Maqtamadingiz, tanbeh deb o'yladilar. O'tgan safargi duet shartida. Yo'q. Maqtovga sazovor, yaxshi, loyiq qizimiz. Mana bitta dona garmoniyaga, bitta dona notaga, bitta akkordga shuncha 3 minutning ichida shuncha mana ovoz proyektiga kerakli hamma Talablariga javob berdi. No comment. Tohir aka birga repetitsiya qildinglarmi buni? Обязательно.